Hürmetli aziz qarindoshlar. Ben bugün bu ailem nerede degan xalq hareketining İslam'daki o'rni ve o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabelerinin sünnetli işkenligi hakkında to'xtalib o'tmoqchiman. Hürmetli aziz qarindoshlar. Biz hammalar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin tarixini, İslam tarixini bilisizlar. Mekke Mükerreme'de İslam dinini tunji qitim davet kılıngan, çakırılgan vaqtda dastlabdagi tunji avlod musulmonlar qattiq qistashga duch keldi. Mekke'de ular qattiq qistilib, uning insoniy va diniy huquqidan mahrum bo'lganlik uchun Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sizlar Habishtonga borganlar iyada bir podsho va uni sizlarga yaxshilik qildi. O deb Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uni Habishtonga avatdi. Sahabe-i kiramlar Habishtonga hijrat qilib borgandan keyin o ularning düşmanları Mekke kuparları aqsdan adam avatdi. Qarindoshlar, biz bir nuqtani bilishimiz kerak. Shu chaqdagi Habishtonning podshosi Xristian dinda. Bir taqvo musulmon davlatiga aytgani yo'q. Bir Xristian dindagi bir davlatga olib aytdi. Shu yerda yashanglar deb. Bular shu yerga borib yashagandan keyin bunlar düşmanlar Mekke mushriki Habishtonga bordi aqsdan. Bu Habishton podshosiga, shu xalqqa bu xalqning nachar odam ekanligini, bularniki uni parchalagan, uni xotirjam qo'ymagan odam ekanligini aytib, buning ichidan yomon tuhmatini qildi. Ondan keyin sahabe-i kiramlar bunga qarab kiychakda jeysi biz deb o'ltamasdan bularning bu zulmiga, bunun yolg'on tashviqotiga yetib bergilar, Aşı Habishton podshosining oldiga borib, ular haqiqiy o'zining mangan yo'llarini, uning mangan yo'llarini insonlarga ziyonli emas ekanligini, hech qanday odamga zulm qilmaganligini, balki zulmning mushu kofirning qilganligini bayon qildi. Shu vaqtda shu Habishton podshosi buning gapini anglab, sizlar bundan bizimizni erkin, bizak idilganlik sirikan, bizak etganlik ma'lum deb musulmonlarni qaytirib bermadi. Ham musulmonlar erkinlik berdi. Mana bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti qarindoshi bu. İslam dinining musulmonligi deyishimizga qattiq to'g'ri. Hatto musulmon emas, boshqa dindagiligimi qilgan zulmni deyishimiz, ularga deb anlatishimiz, bu irqiy qiyinchilikni dunyoga isbotlash uchun ko'chalarga chiqib buni deyishimiz, bu tamamen shariatga uygun, ham Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabelerinin qilgan ishi. Hürmetli aziz qarindoshlar, ikkinchi dalil Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den qanday adam bir munkarni ko'rsa, insonlarga zulm, haqqoniyatsiz bir adolatsizlikni ko'rsa, uningga qul bilan qarshi tursin. Agar quldan qodir bo'lsa, til bilan qarshi tursin. Tildan qarshi turish qodir bo'lsa, tildan norozi bo'lsin dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu hadisinden şu çıkıp zulümle karşılaştığında turuşlar yolu 3 tane butu. Böyle keskin hareketlerle karşılaştırır. Kanda zulüm kan olsa şunda reddemiş. Kurallık cezalarımız kurallık cezalaş, öldürgen olsa öldürüş, heydep çıkargan olsa heydep çıkmış. Bunda karşı koşturuş gerek diyen oldu. İkincisi onu kılan bir adam tila orqali so'zlash va norozi bo'lish. Uni qilinmagan odam o'zunga sukut qilmasdan qalbida o'zini norozi bo'lish. Hurmatli aziz qarindoshlar, biz endi bu zulmga, bu irqiy qirg'inchilikqa quroldan qarshi turmaymiz, qodir emas. Biz ham vatandagi xalqimiz. Vatandagi xalqimiz ham qurollikqa qarshi turmaydi, ham harakatdan quldan qarshi turishga yoki ihzdan qarshi turmaydi. Faqat unda dilden narazı buluştuğun ibaret muşunu kılalaydı. Ama biz kurallık hareketiyle onu ceza veremezsek mi? Lakin erkin demokratiya dönemde yaşayatımız. Biz fikrimizi ortak kuraş, narazılık bildiriş, bütün dünya insanlarına bunun irqiy qirg'inchilik ekanligiga guvohlik berishdan iborat bu xizmatni biz qilalaymiz. Endi qarindoshlar, zulmga qarshi turuvchilar zulmga taqat ketgancha zulmga qarshi turgan bo'lsa, bunda odamlarniki dinni saroyati va milliy saroyati quradi.
Şunun için biz Mişada tilimiz orqali qarshi qadirtib, Mişaga chiqqili qadirtib, maydonga borsak, og'zimiz orqali qo'sima, ikkodiki biz uchun har bir odam uchun ba'zi 10, ba'zi 15 odam ketganlar vatanda. Vatanda chatag ichib ketgan tuqqanlarida. Hech bo'lmaganda mushunga achidurug'i norozilik ekanligimizni, bu zulmni bizga bo'lganligi dunyoga tunishimiz bizning bosh tortmash mas'uliyatimiz. Men dunyodagi Turkiya sirtidagi barliq Uyg'ur qarindoshlarimga deyman ki, qarindoshlar hozir u yoqda o'tirsanglar, hem dinni, hem milliy saroyatini yo'qoladi qarindoshlar. Agar sizlar islom dinida iymoningiz bo'lsa, hem sizlar Uyg'ur millati bo'lsanglar, endi dinni ve milliy saroyatini qancha keldi. Maydonligi dunyoning nimada cho'la. Agar anda qilmay u yoqda o'tirsanglar, sizlar bilib qolinglar, sizlar qanday Uyg'ur, qanday musulmon. Shuning uchun bu yerga chiqib turgan odam emas, faqat chiqmagan odamlar o'zini bilishga, faqat chiqmagan bunga yordamlashmagan odamlar dinni va milliy saroyatlardan olib qilishlardan qo'rqinglar. Allohning azobidan qo'rqinglar qarindoshlar. Qarindoshimiz hozir kishigina qoldi. 4 yildagi ochqab Surani, Tanaqlani kafirlar hozir bunda 5-10 kilo, 15-20 kilo kavda qoldi qarindoshimiz. Kambadan chiqqanlarni ayollar yutib eshkitib aytdi. Buni qilyapsizlar. Xuddi Afrikadagi ashqoq odamlarga o'xshash bir iskelet qaylinib qoldi. Biz shunga jiddiy harakat qilsak bo'lmaydi qarindoshlar. Shuning uchun butun dunyodagi olimlar, ziyolilar, siyosiylar hammalariniki bunga ovoz qo'shishini umid qilamiz. Agar bo'lmaganlar duo qilishni, iqtisodiy yordam qilishni hamda bo'sha chiqishga talab qilishni umid qilamiz. Ammo chiqqanligini norozi bo'lib qalbida qollar bilib qo'yish kerakki, bular Xitoy bilan biz maydondami yoki musulmonlarning maydondami, buni o'ylab taqsin. Buni o'ylab taqsin. Agar buniga bizning dushmanimizdan ochiq kelsa, bilan bo'lsa, u odamni bilan bo'lgan bo'lsa, bu odam qanday maydonda ekanligini bilish kerak. Shuna barliq ulamolarimizniki hammalariga buchoq-qo'chakka mushuni harakat qilib islomiy deb chaqirgan bir turkum olimlarimizga Alloh taolo katta ajr bersin. Qolgan olimlarimizga mushu o'z maydonini ifoda etib, mushunda so'z qo'shishga taklif qilaman. Alloh subhanahu va taolo hammamizga katta ajr ato qilsin. Hammamizga Alloh taolo bir merhamet mağfiret qilsin. Ikkinchi askar turgan gap yana qarindoshlar, ma biz fitnani tashlaylar. Ma namoyish chiqqanlar bayroq oldi, omad demanglar, og'allar evasin, omag'allar omad demanglar. Omag'allar amasga tashon dedi. Vaqtiga yana atulma. Og'allarni amal deyotgan gapni qilmaylar. O bizning bayroqimiz. Va buning cho'zini olib ketmaydi. Mashqi taqdirlar bu vaqtda oldi omad deb fitna qilmaylar. Hammamiz bir ittifoqi bu harakatni davomlashtiraylik. Ikkinchidan, ba'zan davlat cho'ng boshliqlar, siyosiylar kecha kunduz Xitoyning zulmini yetkazib, muxbirni kutayotgan, har xil davlatlar aloqa qilgan menda cho'ng davlat cho'nglarni bu yerga chiqmadi deb xafamaylar. Ular hammadan mushlik qilishadi emas. Ular biz qilmaganda qo'shib qilyotdi. Bu odam muomala qilib qarindoshlar. Mening boshqa fikrim yo'q. Hammalarniki bir qo'l tushib mushuni davomlashtirishlarini umid qilaman. Allohimizdan rozi bo'lsin.